Salom. Bu video "Bo'sh sahifalar" nomli hikoyaning qisqacha mazmuni. Agar siz o'zingizga o'qish uchun birorta kitob tavsiya qidirayotgan bo'lsangiz, bu videoni ko'rmang. Ammo biror narsa tushunib, sizga balki tanish bo'lgan narsani anglamoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Mayli, cho'zib o'tirmasdan, qani boshladik. Bir yigit shahar tashqarisidagi kutubxona yonidagi parkdan o'tardi. U kitoblarni sevardi, ammo ularni faqat o'qish bilan cheklardi. Har safar u o'zini "Men tayyor emasman, keyinroq boshlayman" ichida esa orzular, rejalari, hayotdagi maqsadlar, lekin ularni amalga oshirishga qo'rqardi. U o'z uyida deyarli bo'shamasdi. U doim biror nima bilan band bo'lardi. Video o'yinlar, telefon yoki zerikarli mashg'ulotlar. Shu tarzda u o'zini band qilardi, lekin asl vaqtini yo'qotardi. Bir kuni kutubxonada u eskiroq bir kitob topdi. Uni ochganda sahifalarda hech qanday matn yo'q. Faqatgina bir ikki og'iz so'z yozilgan. Harakat qil. Yigit boshini egdi. Bu kitob uni bir zumga to'xtatdi. U o'yladi, oddiy kitobmi? Bu menga nima deydi? Uning barcha betlarida bir xil so'z yozilgan. Harakat qil. Shu kitobni uyiga olib ketdi. Bir necha kun davomida kitobni ochmadi. Ich-ichidan u kitobni ochgisi kelmadi. Ammo bir kuni u eski daftarini topdi. Unga qachonlardir o'zining ichki orzularini yozgan edi. Daftar 1 yil oldin yozilgan. Ammo o'sha vaqtdan beri hech narsa o'zgarmadi. Daftarda faqat eski orzular, o'qib bo'lgan kitoblarning nomlari va kichik oldinga qo'yilgan rejalar yozilgan. Ammo o'z hayotida natijaga erishmagan edi. Keyin o'zicha o'yladi. Mening hayot kitobim aslida bo'sh ekan. Keyin esa o'sha olib kelgan aynan o'sha kitobni o'z kundaligidagi fikrlar bilan birga o'qidi. Har bir niyat ortidan harakat qil. O'z erkinligimga erishishni xohlayman. Harakat qil. Mustaqil bo'lishni xohlayman. Harakat qil. O'zim uchun yashashni xohlayman. Harakat qil. Keyin kitob ortida boshqacha yozuv borligini payqadi. Bu kitob muallifiga tegishli edi. Agar umidsizlikka tushgan bo'lsangiz, o'z orzularingiz va imkoniyatlaringizni o'ylash davomida bu kitobni o'qing. Shunchaki o'qimang, buni tushuning. Bu sahifani topganingizning o'zi sizni anglay olishingizga bir ishora. Keyin esa u o'ziga savol berdi. Men juda ko'p o'yladim, ammo men qanday harakat qildim? Bu savol uni o'ylantirdi. Keyinchalik aynan o'sha kuni bir ish qilishga qaror qildi. Bu savol uni o'ylantirdi va o'sha kundan o'zgarishni boshlamoqchi bo'ldi. Aynan o'sha kuni daftar oldi va bir satr narsa yozdi. Bugun boshladim. Ertaga yana. Menga esa yana bir satr yozdi. Shu bo'yi u o'z hayotini tahlil qila boshladi. O'z xatolarini ko'rdi, imkoniyatlarini tushundi. Bu katta ishlar emas, kichik qadamlar edi. Ammo bora-bora qanday bo'lsa-da bo'sh sahifalar to'lishni boshladi. Xulosa, har kimning hayot kitobi o'ziga ayon. Uni bo'shligi yomon emas. Ammo eng yomoni uni bo'sh qoldirishdir. Agar hikoya yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmalarini bosib qo'ying. Shu yergacha ko'rganingiz uchun
Rahmat.